Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Kanalimiz kuzatuvchilari, hozir sizlarga darvoza qo'yishda xato kamchiliklarni polnisiga tushuntirib beraman. Kuzatuvchilarimiz darvozani qanday qo'yiladi, qo'yib turganda xatolar, qilinib turgandagi xatolar polnislarga batafsil videomiz oxirigacha ko'rsalaring, polni batafsil sizlarga ma'lumot berib o'taman. Hozir operatorlikni o'zim qo'limga olaman. Aziz yurtdoshlar, bu Farg'ona viloyati Yaypan shahriga tayyorlagan darvozamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham chiroyli chiqqan. Endi shu videomiz oxirigacha ko'rsalaring, sizlarga qaytida xato bo'lyapti, darvoza qilinib turganda qayta qanaqa qilsa yaxshi bo'ladi, sizlarga batafsil polni ma'lumotini berib o'taman. Aziz yurtdoshlar, bu ko'rgan bo'lsalaring o'zimiz darvozamiz, bu esa to'g'ri o'zimda amakimni darvozasi. Bu yoqda o'zimiz ustaxona, hozir darvoza yuklashga tayyorlanyapti. Darvozada qilingan oldingi o'sha 7 yil, 8 yil oldingi qilingan darvozadagi xatolarni ko'rsatib beraman. Aziz yurtdoshlar, sekin-sekin ishimiz davomida bu darvozamiz biz qilmaganmiz, bitta ustakalarimiz qilgan. O'sha paytda bu darvoza ham juda ham chiroyli chiqqan, hammaga yoqqan. Endi o'sha darvozamizni uzoq yil nimaga xizmat qilmasligini sizlarga tushuntirib beraman. Aziz yurtdoshlar, shu profillarini ko'rgan bo'lsalaring, ortiga 4 profillari qo'yilgan. O'sha paytda ham qalinmi, endi yupqami, buni o'sha ustalarimiz o'zi bilishadi. Ko'rishlari mumkin, germetika bunaqa narsalar umuman qilinmagan. U paytda bunaqa choklari ham shunaqa o'to'rganda u paytda. Keyin mana shu yupqa qo'yilganning sababi, profillar yupqa qo'yilganligining sababi ko'rishlari mumkin, juda ham chirib, shunaqa og'ir ahvolga kelgan darvozamiz. Shu eng pasti, asosan eng pasti chiriydi. Shu suv tegadigan joylari. Shu materialni ozgina pulidan qochmasdan aziz yurtdoshlar, sal qalinrog'idan qigizish kerak darvozani. Shu usta bilan boshida kelishuvda ham stenkalarini bilib olishlari mumkin. Bu pamoyim 1.2 yo 1.5 stenkada profil qilingan. Shularning eng kamida 1.7 stenkada qalinligi 1.7 bo'lish kerak aziz yurtdoshlar darvozamizni. Keyin bu darvozamizni ko'rdilaring, shunaqa yupqa materiallardan ishlatsa, shunaqa bo'lib ozgina chirish holatlari kelib chiqadi. Bu darvozamizni ko'rgan bo'lsalaring, pamoyim shu 8 yil yo 9 yil bo'ldi, hali 10 yilga bormadi. Shunaqa yupqa materiallardan ishlatkizsalaring, shunaqa 10 yilga ham bormasdan shunaqa joylari aniq chiriydi. Shuning uchun eng kami 1.7 lik stenkada qilinish kerak. Aziz yurtdoshlar, endi o'zimizni xonadonimizdagi darvozani ko'rsatamiz. Darvozani kamchiligi, xatolarini sizlarga ko'rsatib beraman. Bu o'zimda yashash xonadonimdagi darvoza. Bunga ham bir 8-9 yil bo'lib qoldi. Ko'rishlari mumkin. Kraskalari ham ozgina shu quyosh, to'g'ridan to'g'ri quyosh uchun, tushganligi uchun shunaqa kraskalari ham o'zgargan. Ammo o'sha paytda kraskalari bunaqa yaxshi kraska qilinmagan. Yaxshi sifatli kraskada sepilmagan. Mana ko'rishlari mumkin darvozamizni bunaqa choklaridan qo'yib yuborgan. Aziz yurtdoshlar, darvozani ko'rishlaring mumkin. Orqa taraflari xuddi shunday holatda bo'lgan darvozamiz. O'sha paytda aziz yurtdoshlar, bundaqa purutlardan qilingan ekan, ochib yopiladigan joylari. O'sha paytlari biz darvoza qilmasdik, boshqa sohada edik. Hozir esa darvozaga o'tganmiz. Darvozani ko'rsalaring, anaqa arka bukilgan joylari shunaqa qo'yib yuborgan. Shamol shovqinga chidamsiz bo'ladi, chunki buni gifkada bukilmaganda kesib bolgarka yordamida kesib svarkalanib shpaklotga qilingan. Aziz yurtdoshlar, mana ko'rsalaring, zamoklari ham joy-joyga yaxshi kelib o'rnamagan o'sha paytda. Endi o'sha paytda to'g'ri chiroyli chiqqan deb qabul qilishgan uydagilar. Aziz yurtdoshlar, mana keyin yana bir muammosi darvozamizni. Mana shunaqa joylaridan, ichki taraflaridan ham svarka qilish shart. Mana bu darvozamiz umuman svarka qilinmagan. Nimaga
Laqatisan degan kuzatuvchilarga ko'rsatib o'taman darvozamiz ochilishlari. Darvozamiz ichkaridan ana ko'rsatgan joyimni ko'ring. Mana shunaqa joylari svarka qilinmaganligi uchun bu kichkina kalitkasi turibdi o'z joyida. Bu katta darvozamizni o'zim o'sha ish davomida o'sha paytlari ko'chib ketgan. Ko'chib ketishi aniq svarka qilinmasa, mana o'zim svarka qilganman. Bularni ko'rishlaring mumkin. Polnisiga o'zim boshqattalab svarka qilganman. Aziz yurtdoshlar, keyin pastki qismiga shvellar, bekorga shvellar qo'yib beramiz demaymiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Bundaqa bo'lib, taylari chirib, mashina o'tganda shunaqa pachoq bo'lib qoladi. Buni shvellar qo'ysalaring, kamaz o'tsa ham hech narsa qilmaydi. Keyin bunaqa joyiga ham e'tibor berasizlar. Bu oldin lismi nimadir qo'yilgan. Bizda hozir shvellar shunaqa tormozga ham shvellar qo'yiladi. Orqa taraflari ham ugonlik qo'yilgan ekan. Kichkinacha ugonlik, lekin bu ugonligimiz sinib ketadi. Tepasiga kuch kelmaganligi uchun yaxshi turibdi ekan. Darvoza bu ham o'sha yupqa profildan ishlatganligi uchun mana darvoza shamolda qiyshaygan. Nimaga qalin, qimmat deysizlar? Sababi shunaqa. Arzon qilib shunaqa yupqa narsalar ishlatib uyingizga olib borgandan ko'ra bu ancha yil xizmat qiladigan narsa. Bu mol qo'ymas. Olib turib yoqmasa yana sotib yuboradigan. Darvozamiz orqa taraflari shunday. Shu xatolarga yo'l qo'ymasliklaringni so'rayman. Shu darvozada klient bo'lsa, gaplashyap turganlaringda shunisiga ham e'tibor beringlar. Mana bunisiga juda ham yupqa profilcha ishlatilgan. 2ga 1. Aytiga rezinkalar qo'yilish kerak. Balkim o'sha paytda qo'yilgandir, demak qo'yilgan ekan mana. Hozir ovozlari chiqdi. Darvozani ovozlarini eshitdilaring. Juda ham shovqin. Keyin shunisiga ham aziz yurtdoshlar e'tibor beringlar. Bunaqa asosiy stoykasiga unaqa qilib uloqli profil qo'yish mumkin emas. Aziz yurtdoshlar, endi o'zimizni darvozani ko'rsatib sizlarga yoritib beraman. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz aytib o'tganimdek Farg'ona viloyati Yaypanga olib o'rnatiladi. Darvozamiz ko'rishlaring mumkin. Darvozamiz polni shumkali variantda bo'lgan. Hattoki mana bu ichlari, ruchkalari ham o'ziga xos. Mana qalinligini ko'rishlaring mumkin. Agar sizlarga videomiz qanaqa ko'rinyapti, bunaqa ikkilik profillardan ishlatilgan. Lislari ham aytib o'tganimdek qalin ikkilik. Kraskalari ham avtomobilning kraska sepildi. O'sha yaxshi kraskadan ko'rishlaring mumkin. Umuman choki suv kiradigan, yog'inchachinda suv kiradigan joylari yo'q. Bitta xatomizni ham aytib o'taman aziz yurtdoshlar. Mana bu listiga ozgina e'tiborsizroq bo'lib qolibman. Shu listi janoqa ko'ngildagi sifatli listdan kelmaganligi uchun shunaqa ozgina g'odir-bo'dir joyi bor. Mana ko'rsalarim, bu ham avtomobilning kraska lak sepilgan. Aziz yurtdoshlar, taylari ham shu qalin. Mana bu yo'llari ham shvellardan qo'yilgan. Hozir bu shvellarni olib chiqishmabdi, ichkarida shvellari. Buni qo'yib turganda sizlarga joyiga o'rnatganda ko'rsataman. Taylari ham shvellar bo'ladi. Ruchkalari ham o'ziga xos. Shu gifkada bukilgan profil emas bu. Juda ham chiroyli ruchkalari bilan qo'yib bitirilgan. Bu darvozamizni aziz yurtdoshlar aytib o'tishim kerak. 1 kvadrati 1.300.000 so'mdan yasaldi. Xudo xolasa videomizni obuna bo'lib qo'yib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yib kuzatib borsalaring, videomizni oxirigacha ko'rib, qo'yish jarayonlari, o'rnatilgan payti, xonadonni o'zidan ham bitta video qilib beramiz. Bu esa eng tepasidagi setka pramok qismi. Pramok qismlari ham lazerda o'yilgan. Polni ko'rishlaring mumkin. Hech kim bunaqa yaqindan videoga olib bermasa kerak. Olib bermaydi ham, ko'rib turibman. Ko'p hamkasblarimiz mana polni germetikasi hammasi qilinib, darvozamiz ham qalin gruntovka kraska laklari ham shu original sifatli lak kraskadan ishlatilgan.
Shu videomiz ozgina manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qolishlaringizni so'rayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.